emish kishini g'urbatda kishi shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi ko'ngil bu g'ariblikda shod bo'lmadi g'urbatda sevilmas emish albatta ahli jahondan yaxshi kimki ondan yaxshi yo'q ko'z tutma ondan yaxshidir gar zamonni nayf qilsam ayb qilma ey rafiq ko'rmadim hargiz ne to'g'ri bu zamondan yaxshidir ey ko'ngil ahli jahon yaxshidir. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning tavallud ayyomlari. Shunda sizlar she'rlaringizni aytib, g'azallaringizni aytib, bizga aytib berasizlar.